Vazirlar Mahkamasining 393-sonli qaroriga muvofiq endilikda 1-oktyabrdan boshlab konstruktiv tezligi soatiga 25 km va undan ortiq, lekin 50 km dan oshmaydigan transport vositalari, ya'ni moped va skuterlardan A kategoriyadagi haydovchilik guvohnomasi va davlat raqami talab etiladi. Mazkur nizomga amal qilmaganlarga esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128 hamda 135-moddalariga binoan bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravaridan 10 baravarigacha jarima belgilanadi. Aslida mazkur qaror 2025-yilning 1-martidan boshlab amal qilinishi kerak edi, ammo fuqarolarning taklif va fikrlariga binoan 2025-yilning 1-oktyabrdan boshlab kuchga kiradigan bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Rost 24 aholi fikrini bilish maqsadida ularga yuzlandi. Qog'oz so'rash bizlarga qiyinchilikda. Hozir men bola o'zim ham o'qishda o'qiyman. Kontragim bor, uyga pul jo'natishim kerak. O'shanga hozir mablag' yetmaydi. Hozir men bola o'qishimiz ham bor. Hozir paroga pastda 5 million 6 million pul ketadi, rasxod. Hozir tem bol bu skuter hisoblayapti-da. Elektrovelik bu, pedali bor buni. Ancha yo'l transport hodisalarini oldini oladi. Shuning uchun kerak prava. Lekin elektron velosipedlarga prava qilish bu qo'shimcha bo'ladi, menimcha ortiqcha. Hop, kurerlar o'zi tirikchilik uchun ko'chaga chiqishgan. Ular puli kam. Prava ham qancha 2 million 2 million oshib turadi. Uni olish, unga o'qish, tayyorlanish ancha vaqt talab qiladi. O'zingiz guvohi bo'lganingizdek, hali hanuz xalq orasida mazkur qarorga norozi bo'lgan shaxslar uchrab turibdi. Ammo raqamlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, joriy yilning o'zida ushbu transport vositalari bilan bog'liq 300 dan ortiq yo'l transport hodisalari qayd etilgan. Ulardan 53 nafari vafot etgan bo'lsa, qolgan 259 nafari og'ir tan jarohati olgan. Mazkur tartibni amaliyotga joriy etishdan ko'zlangan maqsad o'zi mana shu skuter va moped haydovchilarini hayotini, u yerda mana yo'lovchi ham tashyapti. Ularning hayotini, yo'llardagi xavfsizligini ta'minlash uchun joriy etilganligini avvalo urg'uni mana shunga qaratish kerak. Nima uchun deganda, ular ham bugun xuddi transport vositasi singari avtomobil yo'lda harakatlanyapti. Bu velosiped emas yoki piyoda emas, alohida yo'laklarda yoki trotuarlarda yuribdi desakda, avtomobil yo'lda harakatlanyaptimi? Ularning qoidabuzarligi natijasida nafaqat o'zlari, balki boshqalar ham jabr ko'rish holatlari amaliyotda fuqarolarimiz mana ijtimoiy tarmoqlarda ham doimiy kuzatib turamiz, juda ham ko'p bo'lyapti. Mantiqan olib qaragan taqdirimizda ham yo'l harakat qoidalarini, yo'l belgilari talablarini va hokazo yo'llarda qoida bilan harakatlanadigan haydovchilar, umuman haydovchilar nimaga amal qilish kerak bo'lsa, ular ham mana shu qoidalarni bilishlari kerak. Chunki ular ham ushbu avtomobil yo'lda yuribdi. Umuman mantiqan olib qaraganimizda ham ularga ham bu tartibni, bu talablarni joriy etilishi albatta to'g'ri bo'ladi. Bu O'zbekiston sharoitida skuter va moped singari transport vositalari haydovchilaridan haydovchilik guvohnomasi talab qilish yoki davlat ro'yxatidan o'tkazish bu albatta xalqaro tajribalarda keng ilmiy asoslarga ko'ra o'rganilib joriy etildi. Endi aytib o'tish kerak, bu narxlar mablag' jihatidan yo'l harakati xavfsizligi tomonidan, xizmat tomonidan belgilanmagan. Albatta avtomaktablar, imtihon markazlari bular tekinga ishlamaydi. Har qanday haydovchi avtomaktabda o'qish uchun yoki imtihon topshirish uchun pul to'lashga to'g'ri keladi. Haydovchilik guvohnomasi bu haydovchilik huquqini beradi-da haydovchilarga. Kategoriyasiga qarab, demakki u o'sha transport vositasini haydashga tayyor. O'sha transport vositasini haydashi uchun u nimalarni bilishi kerak, bu avtomaktablarda o'rgatiladi. Va bu tizim qaysi davlatga borib qaramang, mana shu tizim ishlayapti-da hamma joyda. Sizning mazkur holatga fikringiz qanday? Javoblarni izohlarda kutamiz.